Assalomu alaykum. Hozir Matiz mashinasiga дополнительный lops qo'yamiz yana bitta. Kelganmiz mana Nexia'niki konditsioner ventilyatori. Televizor deyiladi. O'shani qo'yamiz Matiz mashinasiga. Qilayotgan jarayonni ko'rsatib boramiz. Bu konditsioner yaxshi muzlatish uchun 50 gradusda ham. Kesib oldik mana. Parray sig'adigan qilib. Buni sal beriroq surdik. Xalaq qilmaydi hech narsaga. Mana narsa kondensat yaxshi sovimasligiga xalaq beradi-yu. O'shani tekislab chiqamiz, orasini ochib. Bu mashinada orqasidan yetib olinganda tegan, parray teganda iz qo'ygan. Keyin mana bunaqa narsa yasadik. Bu radiatorni ochib olamiz-da, mana bunaqa teshik qilib tubga qo'yganmiz. Shu danlashimga yana teshik qo'ymasligi uchun tubga qo'yib tiqib turib, parrayni mana joyiga tiqiladi. Bu yoqdan gayka bilan yana qotirib qo'yiladi. Buni mana joyiga ham gubga qo'yamiz. Jarayonni ko'rsatamiz yana. Tayyorlab oldik. Buni shunaqa qilib tiqib olamiz. Parrayni qotiramiz. Ikkinchisini hozir yana tayyorlayapti. Bizda gubkamiz tugagani uchun lipishkadan foydalandik. Bitta qo'lda ishlash bo'ladi. O'shanga shunaqa qilib tiqib olamiz-da. Parray qo'yib gayka bilan qotiramiz orqasidan. Mana qo'yib oldik. Ventilyatorimizni yonma-yon qilib. Bamper taqsiy bo'ldi, xudo xolisa. Tegmaydi, hech qanaqa xalaq qilmaydi. Bittadan konturga qo'yib chiqdik. Chunki aylanganda vibratsiya bo'lganda yechilib ketishi mumkin. O'shanga konturga qo'ydik.
Bu lops nimaga qo'yilganini sababi mana kompressori bu yoqda bo'ladi. Konditsionerli kompressori. Bu yoqda podachi ketadi. Mana trubkadan ichkariga kirib, ispariteldan muzlab, обратно qaytib chiqadi. Bu yoqdan kondensat. Sovib yana qaytib kelib, radiatordan aylanib, mana trubkadan o'tib, yana kompressor kirib ketadi. Shu kondensatni ko'proq sovutib bersa, ichkarida yaxshi muzlatadi. Matchlarda ko'pchiligida bu narsa ventilyator o'zi ichkarida bo'ladi. Parraga mana bitta bo'ladi. O'sha slabi bo'lgani hisobiga mana bu yerda radiator bo'ladi. Konditsionerniki bo'ladi, suvki bo'ladi. Bu yerdan ichkariga tortadi tashqaridagi havoni. Shuning uchun kondensat yaxshi o'zini ventilyatori yaxshi sovutib bera olmaydi, qizigan kondensatni. Yana qizigan holda qaytib kirib ketaveradi kompressor ichiga. Keyin u yoqdagi mana bu podachadan muz slabi boradi. O'shani hisobiga kam sovutadi, yaxshi sovuta olmaydi. Suvda ayniqsa. Hozir endi buni ikkita lops qo'ydik, qo'shimcha. И plus o'ziniki bor ichkarida. U ham ishlaydi. Bu yerda kondensatni sovutadi. Kompressor dam olib ishlayveradi. O'chib, yonib, o'chib, yonib. Bu yoqda gradusnik datchiki bor. Isparitelga qotirilgan bo'ladi. O'zini gradusiga yetganda kompressor o'chiradi avtomatik dam oladi. Bundan keyin buni hisobiga o'sha kompressor dam olib, qiynalmasdan ishlab, постоянно ishlab turgandan ko'ra расходi ham kam bo'ladi mashinani и motori ham qiynalmasdan ishlaydi. Dam olib, vaqtida qo'shib, vaqtida ajratib, gradusga yetganda o'chiradi. Yana gradus pasayaverganda yoqadi. Shuning uchun qo'yildi bu narsa. Yaxshi effekti bo'ladi buni. Xudo xolasa. Qo'yib oldik mana. Ishlashi zo'r. Xudo xolasa. Bamperni taqib qo'ysak bo'ldi.